biznes buni orqasidan pul topaman degan akalar, sotib pul topaman degan akalar bo'lsa, aloqaga chiqsa, agar 10 tadan yuqori olsa aka, bittasini xudo tekin qilib beraman. 10 taga pul to'laysizlar, 11 ta olasizlar. Narxini ham juda ham arzon qilib chiqarib beramiz aka. Nah. Sababi aka nimaga arzon qilib beryapsiz uka? Siz aka aytyapmanki 1,6 million so'mdan qildik boshini. Yuqorisi 3 milliongacha, chunki hamma yo'q o'zimizda. Hamma yo'q. O'zimizda ishlab chiqarishimiz. Bu birinchi qo'l-ku bular. Birinchi qo'l. Asosiysi qo'l. birinchi qo'l. Ishlarimizni yashiryapti aka. Xohlasa ishlarimizga garantiyasi bor. Garantiyalar bormi? Böyle. Hamma lazer apparatlarimizgacha o'zimizda kesib, o'sha asosiysi yangi mahsulotlardan tayyorlanadi. Barchasi yangi mana. Motorlar, boshqalar hammasi yangi. Pachkadan ochib ishlatib qo'yiladi. Hamma barcha o'sha texnikalarimiz o'zimizda, shuning uchun Xitoydan ko'ra tan narxi arzon tushadi. Nima uchun Xitoy drabelkasi uchun O'zbekistondan chiqarilgan drabelkalar esa men tanlagan bo'lardim O'zbekiston. Chunki aka biz sifatga e'tibor beramiz. Низкая цена, хорошее качество deydi-yu. Shunday. Ya'niki narxini arzon qilib sifatni tushirib yuboradigan bo'lsak aka. Chunki bu narsa 2 oyga, 3 oyga olinadigan narsa emas. 5 yil, 10 yil xizmat qilish kerak. Xalqimiz mana shu tomonlarga jidd e'tiborli bo'lsa, xudo xolasa hamma uchun ham manfaatli bo'ladi, xizmat qiladi aka. Mahsulot. Bu nimada bo'ladi misolda? Mana. Olingchi endi tepadan olingchi. Qani solishtiraylik. Qani? Yaxshimi? Ha. Mana qilib chiqarib beradi. Kepak oladi. Endi pataga suv soling. Endi suv soling markazi qoriga. Va потом sepkasini almashtirib ko'rsatib qo'yaman. Sepkasini naqsiz chiqaradi. Yormani. Oson ekanmi? Ketdik. Ol. Yo'q. Avtomatik ko'taring. Olingchi bitta. Mana shunaqa butun markaziy qorini ko'sasi bilan maydalab beradi. Gap yo'q. Endi o't mahsulotlar chiqaramizmi? Ha, endi o't mahsulotlar chiqaramiz. Boshla. Jasuraga bo'lmasa, endi o't mahsulotlarimizni paletkamizga chiqarib ko'rsatib beramiz. Buni changimasligini bitta ko'rsatamiz. Qani? Xo'p, birinchi o'rinda poyamizni chiqarib beramiz, sepkali holatda. Xo'p, sepkasini sog'ib olamiz.
qaradim deganlarga mana solgan. Sababi ishlari maxsus qo'yilmagan. Sholi poxoleysiz shurga. Qo'y bob setkasi sholi poxol chiqadi. Shorib qoldi. Ko'z oxshatga chiqargan usti ko'rinish. Mana, Mayin. mana holatda. Endi tayida qo'yamiz. Qani qo'yamiz. Mana qo'yamiz ham zo'r. Mana qo'yamiz qolgan. O'zinglarni ko'ryapsan akalar, maydalab beradi o'zinglarni. Qo'yani o'sha setkali holat. Mana hurmatli qadrdonlar. Obunachilarga aytib beraman. Bitta bepulga. Bitta bepulga. Uni qanaqa qilib aniqlaymiz siz? Agar mana shu videomiz tagida 1,5 mingta bas. 1000 dona. 1000 dona like, 1000 dona kommentariy yozilsa aka, bittasini tekinga kommentariy keyingi video olishimizda xudo xohlasa keyingi hafta yoki undan keyingadir 1000 ta juda ko'p so'ramadik. Bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun asosiysi. 1000 dona like, 1000 dona kommentariy yozib qo'ysa, bittasini ashi kommentariy yozganlardan eng yaxshilarini shuni aniqlaymizda uylarigacha xudo xohlasa yetkazib beramiz. Dastavkalari ham ichida. Dastavkasi ham ichida. Ajoyib, sog' bo'lsin. Asosiysi bor-ku. Bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun xolos asosiysi. Podдержка qilsalaring Xalqimiz bo'ldi. qo'llab-quvvatlaydida biz aka. Asosiy ustalarning mehnatini faqatgina xalqimiz qadriga yetadi. O'zi